Messining FIFA Argentinaga yordam berayotgani haqidagi savolga bergan javobi ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Argentina ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionati finaliga yo'l olgach, matbuot anjumanida jurnalistlardan biri Messiga provokatsion savol berdi. Avvaliga undan Ispaniyaga qarshi bo'lajak final haqida so'rashdi. Leo ko'plab ispaniyalik futbolchilarni yaxshi bilishini, ularning aksariyati bilan Barselonada birga o'ynaganini aytdi. Shundan so'ng jurnalist savol berdi. FIFA doimo Argentinaga yon bosadi degan fikrlar haqida nima deysiz? Messining yuzidagi tabassum bir zumda yo'qoldi. U xotirjam ammo qat'iy ohangda javob berdi. Biz dunyodagi eng yaxshi jamoa bo'ldik. Bu kimgadir yoqadimi yoki yo'qmi farqi yo'q. Hech kim bizga hech narsani sovg'a qilgani yo'q. Erishgan barcha yutuqlarimizni o'z mehnatimiz bilan qo'lga kiritdik.